Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Jamshid Chimganga legenda traktorlar yetib keldi. Mana hurmatli obunachilar, bizga SF 260 traktori yetib keldi. Bu traktorimizni ko'pchilik biladi. Oldindan sotilgan. Orada 2 yil, 2,5 yil olib kelmay qo'yuvdi. Hozir mana yana keldi. Uzilish bo'lib qolganda rosa ko'pchiliklar so'radi. O'sha hisobiga sizlarning talabingizga binoan mana shu traktorlarni olib kelishga qaror qildi. Kelinglar ko'rsataman. Bu traktorimiz remenli motor bilan jihozlangan SF 260 modeli. Ya'ni 26 ot kuchiga ega. Nimaga 260? Chunki oldi baloni vidushi emas, ya'ni tortmaydi. O'shaning uchun bu 260 deyiladi. Nariga traktorimiz oldi tortgani uchun 284, ya'ni 28 ot kuchi. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Keling. Ixchamgina, ma'qulgina, eng asosiysi hamyonbop traktorimiz. Bu traktorimiz bilan asosan teleshka, meleshka, o'sha pritseplarni tortib, gon, pon, hashe, pashelarilarni tortib yurishga juda mos keladigan traktor. Orqalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Keling. Orqasida teleshka, ulashga hamma narsalari bor. Boshqasi bor. O'sha Pavoz traktor hisoblanadi bu ham. Endi keling, ikkinchi traktorimizga o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu traktorimiz boli anaqalar nima desa bo'ladi? Savremenniroq qo'shimcha jihozlari bor. Ya'ni vom, tiagasi endi bunda ham hammasida bo'ladi. Qishloq xo'jaligi. U bilan bunisini farqi unaqa katta emas. Farqi shu. Oldi tortishida. Yuringlar, oldini ko'rsataman. Chimgan 284 modelimizni ham ayniqsa voha tarafdagilar yaxshi bilishadi. O'sha 5-6 yil kamida bo'ldi. Agar undan ham ko'p bo'lmasa, olib kelayotganimizga bu traktorlarimiz ham SF 304, 404 larga o'xshab legendaga aylangan desak ham bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Nariga traktorimizga qaraganda bu traktorimizning baloni sal shirokiyroq. Chunki shu oldi tortgani uchun shirokiyroq balonlar qo'yilgan. Qolgan joyi o'xshash. Bunda ham xuddi o'sha remenli motor turibdi. Ya'ni bir porsionli remenli motor. 2 ot kuchi farq qiladi atiga. U 26 ot kuchi bo'lsa, bu 28. Qolgan joyi o'sha bir xil ekan. Chimgan SF 260 traktorimizning narxi $5000. Chimgan SF 284 traktorimizning narxi $5600. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Pastda nomerlar qoldiramiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, bizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan har doimgidek Jamshid Chimgan O'zbekiston hosilingiz kafolat.